Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. 19200 dollarga Cherry Tiggo 8 Pro mashinasi keldi. Mashinamiz kirasiyalar absolutni toza. Mashinamiz o'ta go'zal holatda turibdi. Hop, mashinamizda 4 ta yangi archa balonlarda turibdi. Paroy podnoshkalari bor. Slepoy zona, beskluchovoy dostуп. Ishik saloniga keladigan bo'lsa, jigarrang salonda mana kattakon panorama lyuk, 96000 km masofa o'tgan 2023-yil, 3 tali monitor, Abduf Abagi FCD'ni pamyati ham bor. Minishga tayyor holatda. Ishik salon qaranglar, keyingina 3-qator ham, keyin 3 qator 7 o'rindali. Katta oilalar uchun zo'r tanlov. Hop, mashinamiz bagaj qismiga keladigan bo'lsak, o'ta go'zal holatda turibdi, qop-qora bo'lib. 3-qatori ham keyingina mana. Buni yo'qsizlar kattagan bagaj ham bo'lib qoladi. Hop, mashinamizda mana mashinada bir qarishcha kosmetikasi bor. Kirasi tekizilib qo'yilgan bo'ldi. U yog'i top-toza. Alyumin ishlar uchun zo'r narxga qo'yilyapti. Kanalimizga like va tavsiya bosinglar. Ekranda telefon nomerini chiqarib qo'yaman, telefon qilib baraka qilishlaringiz mumkin.